qon bosimining ko'tarilishi, bosh aylanishi, oyoq-qo'llarning muzlashi va yurishdagi og'riqlar qon tomir kasalliklarining belgisi bo'lishi mumkin. Bu alomatlarni oddiy charchoq deb qabul qilish xato bo'lishi mumkin. Ular qon tomir kasalliklarining dastlabki belgisi hisoblanadi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti klinikasi qon tomir jarrohligi bo'limida zamonaviy diagnostika usullari asosida har bir bemorga individual yondashuv amalga oshiriladi. Bu yerda yuqori aniqlikdagidek qon tomir tekshiruvlari, kam invaziv endovaskulyar muolajalar, rekonstruktiv qon tomir operatsiyalari, arteriya va venalar kasalliklarini zamonaviy davolash usullari keng qo'llaniladi. Qon aylanishi yaxshilansa, hayot sifati ham yaxshilanadi. Sog'lig'ingizni erta tekshiring. Zamonaviy qon tomir jarrohligi inson salomatligi uchun xizmat qiladi.